Onalarni bir kun kelib shuna yelkalaringizga ko'tarasizlar, o'shanda kech bo'ladi degan videomga bir erkak ayollarchi, ayollarda shunday mas'uliyat yo'q-da debdilar. Aslida ayol bir umr ko'taradi. Avval ota-onasining sha'nini ko'taradi. Shunday ko'taradiki, birgina xatosi tufayli ularning boshi egilib qolmasligi uchun o'zini ming marta sindiradi. Keyin esa aka-ukasining or nomusini ko'taradi. Ularning oriyatiga dog' tushmasin deb o'zining orzularini ichiga ko'madi. So'ng turmush o'rtog'ining g'ururini ko'taradi. U sinsa, unga sabr bo'ladi. U yiqilsa, o'zi mustahkam tik turadi. O'g'lining kelajagini ko'taradi. Uni kuchli erkak qilib tarbiyalash uchun o'zining zaifligini hech kimga ko'rsatmaydi. Keyin qizining taqdirini va baxtini ko'taradi. Shunday ko'taradiki, u bir tomchi ko'z yosh to'kmaslik uchun bir umr sabr qiladi. Ayol shunday. Ayol bir umr ko'taradi.